Şinjanlıqlarning arduqini chiqirdiganga suiqashddan boshqasi bekor deyman. Hamsi birlikda o'qishib, ochiq-chuchuk suiqash qilishni o'rganib chiqayli. Avval yangyonni nepiz to'g'rab, go'shimizni ushshaqroq to'g'rab olamiz. Orqadan ketarlik saylarni videodagidek to'g'raymiz. Qozon va miyimiz rosa qizig'anda go'shimizni silib, rangi o'zgarib, pishib qo'rib olamiz. So'ng piyoz, zanjibilni silib, quruqqa chiqqichi qo'rib, piyozni silib, yumshig'ichi qo'rib olamiz. Qo'shiq, tuz, kavovichin uni va oqmushda ta'mini tangsab, pomidor va laz piyamisi, shirnisi va rangi chiqqich qo'rib olamiz. Yangyonni 1-2 minut qo'rgandan keyin qozonga muvofiq suv quyib, qaynishiga bo'sh o'tga tangsab 5 minut qaynatib olamiz. Bu oraliqda jizimizni qo'limizda besib tayyor qilib qo'yamiz. Vaqt to'shqanda tayyorlagan qimirimizni o'zimiz yoqtirgan cho'nglikda qozonga tashlab pishirib olsaqli bo'ladi. Qozondan chiqishning oldida ko'k qizil laza, shangchay, samsoq va 2 qo'shiq ochiq suv quyib, rosa aralashtirib etamiz. Shuning bilan o'xshagan suiqashmi tayyor bo'ldi. Yana deydig'inim mehr bilan etilgan taomlarga chiroyli dasturxonlarimiz kam bo'lmasin. Yurak berib, agishib olishni unutmang. Atidagi dasturxonimizni ko'rishayli.